Parvardigor, butun umidimiz sendan. Parvardigor, gunohlarimizni afv mag'firat qilgin. Parvardigor, vafot etayotgan chog'imizda tilimizda la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni noil aylagin. Parvardigor, dunyoda ne'mat orqasidan, dunyo orqasidan yugurib gunohlar, yomon ishlar qildik. Parvardigor olam, bizlarni o'zing kechirmasang, bizlarni kechiradigan Robbimiz yo'q. Parvardigor, bizlarga sahobalarning sabrini, sahobalarning iymonini Robbim o'zing nasib aylab, oxiratni tanlaydigan, dunyodan hazar qiladigan, haromdan kechadigan, halol bilan kifoyalanadigan Robbim salohiyatli mu'minlar qatorida bo'lmog'imizni Robbim o'zing nasib qil. Amallarimizni xolis qabul qil. Parvardigor, amallarimizdagi riyo, odamlar ko'rsin, kibr, yomonliklarni Robbim o'zing kechirib, ojizona, kamtarona, qisqagina, maydagina qilayotgan ibodatlarimiz